Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan siz bilgan, tanigan Friend Games. Bugungi video rolikamizda do'stlar sizlar bilan Hide and Seek, ya'ni yashirmachoq o'yinini o'ynab maza qilib tomoramiz. Berkin machoq o'yinini o'ynab maza qilib tomoramiz. Do'stlar, video boshlanishdan oldin barcha problemalarni tashlab videoga yaxshilab joylashib oling. Qani bo'lmasa biz videoni boshlaylik. Akalar, mana bu it degani topuvchi, bu boshqalar yashirinadi. Mana bular berkin bo'lgan barcha. Mana bu it esa qidiryapti ularni. Akalar, endi ular juda ham ko'p kuch kerak. Sofiya degan qiz juda ham yaxshi yashirinmoqda. Lonning nimasiga yashirinmoqda. Mana it ularni qidiryapti. Mana chap burchakda. Vaqt berilgan 1 minut 17 sekund. 10 sekund qoldi, 1 minut. Agar shu vaqtgacha bularni qidirib topa olmasa, bu ya'ni qidirayotgan odam yutqazadi, berkinganlar esa yutadi. Va mana notebookni ham ichini ko'ryapti. Hamma joyda qidirib ko'radi. Mana yerda o'tib ketdi hozir. Menimcha mana ikkitasini topgandi. Mana bittasi ham topildi. Va mana shu yerda bittasi bor edi. Qochib ketibdi akalar bu. Hozir menimcha uni ham topsa kerak. Ikkitasi qoldi akalar, Safiya bilan Jiron Nedale degan qoldi va Isla Nolber degan qidiryapti bularni. Mana qochib o'tdi bu Jiron Nedale. Safiya esa bitta joyda turibdi. Chunki zo'r joyga yashirinib olgan Safiya. Bu esa ya'ni boshqa joyda yuribdi. 5 sekund qoldi akalar. 1 sekund va o'yin tamom. Yashiringanlar yutdi. Mana Safiya birinchi o'rin, Jiron Nedla esa ikkinchi o'rin. Chunki u boya aytganimdek yurib yurdi. Safiya esa bitta joyda turdi. Akalar, bu yerda bizga xarita tanlab bermoqda o'yin o'ynaydigan joyda. Bizda Arctic degan joy tanlandi. Va bizda qidiradigan odamlar. Kim qidirar ekan? Men berkinsam juda ham zo'r. Mana Dudeski 67 deb qo'yibdi. Dudeski 67 degan odam qidirdi. Va bizga 1 minut berkinishimizga vaqt. Dudeksi esa shunchaki bitta joyda turadi. Men Dudeksiga yaqin joyga berkingim kelyapti. Chunki yaqin joyda qaramasdan ketadi. Qayerga bekinsam boradi. Mashitda o'tib ketsa bo'larmikin? Mana mashitdan tepaga chiqaman. Mana men o'rtasiga kirib olsam. Hozir o'rtasiga kirib olaman. Yana boyagi joyga ketman. Mayli, shu yerda o'tiramiz. Mana shu yerda burchakga yashirinib olamiz. Mana. Akalar, mana hech kim ko'rmaydi menimcha. Boshlandi akalar mana. Bu yerda qidiryapti. Mana yonida turganini ko'rmadi. Yonidagi tegmasdan ketdi akalar. Ko'rishinglar mumkin, yonidagi tegmadi umuman. Mana akalar, yonidagi tegmayapti. Menimcha do'sti bo'lsa kerak. Va mana akalar, biz burchakka yashirinib olganmiz. Burchakka yashiringanmiz akalar. Meni ko'rmayapti. Men juda ham burchakda yashirinibman. Mana. Mashitdan kantelda nima qilyaptilar? O'sha gantelda yurishibdi. Короче, mana gantel mana
Men mana burchi deyman mana. O'zimni ko'rsataman hozir. Bu yoqqa ketib qoldi. Mana. Ko'rinmayapti kerak xullas. Ana. Ana turibman. Ketdi ekan bu menimcha. Bir joyda turibdi ekan. Mana biz turibmiz. Mana 9-9 pastda. 9 pastda turibmiz ekan. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu qatorda pun ichida oxirida turibmiz. Ana. O'ngga qaranglar, eng o'ngga qarasanglar mana men turibman. O'sha menman xullas. Mana akalar odamlar kelib boshladi bu ya'ni qidiruvchilar yoniga, it yoniga. Hamma kelmoqda chunki qaranglar akalar zo'r joyga yashiringanman, hech kim yo'q mana. Chap burchagida hech kim yo'q, lekin bu yoqda men turibman. Va mana akalar bu yana qidirishni boshladi. Hamma menimcha joyida turdi. Hech kim aldanmadi bu. Akalar bittasi o'zi tutilib berdi. 9 odamdan 8tasi qoldi akalar. Endi bu tepalarni qidirmoqda. Tepaga ham odamlar yashiringan. Ana. Bittasi turibdi ana Qoravoy. Ana Qoravoy raqsga tushibdi akalar. Bu yerda ham bittasi bor ekan. Vau, bittasi bor ekan. Umuman ko'zga tashlanmagandi. 6 odam qoldi. Normalniy qidiryapti lekin. Zo'r qidiryapti akalar. Mana bu yerda Qoravoy turibdi. Qoravoyga tegmayapti. Ana yerda bitta qizcha turibdi. Qoravoyga tegmayapti akalar. Qoravoy boya aytgandek do'sti. 40 sekund qoldi akalar. Nima bu ikkitasi o'ynab turibdi bu yerda lakarakistanga o'xshab. Xullas bu qidiruvchi bo'lmadi akalar. Mana qochib ketdi boyagi. Boyagi odam qochib ketdi va tutilibdi akalar. Bu yerda bitta qizcha turadi. O'zicha bu jentlmenlik etdi akalar. Va mana baribir ushladi u qizni. Gentleman deyotganda unaqa bo'lmadi. Akalar biz g'alaba qozondik. Mana Bekpos, ya'ni oldingi akkauntimda bu. Bu akkauntim YouTube akkauntim o'chib ketdi va Friend Games degan yangi akkaunt ochdim. Va bizga yana zona tanlab bermoqda va bu yerda The Kitchen oshxonada yashirinamiz endi. Va yoki yashirinamiz yoki qidiramiz. Menimcha men qidirmasam kerak, chunki omadim kuchsiz. Mana aytgandek, bunga yaqin qoldi. Chart of Bravalo degan otini bilmadim, yaxshi tushunmadim. Va mana 1 daqiqa beriladi har doimgidek. Biz yashirinishimizga tangalar olamiz. Pulchiklarni tagida o'tiramiz. Pulchikda o'tirmaymiz-da, chunki qaraydi bu yoqlar. Menimcha qattiq yashamasa ma'qul. Rasmlarga yashirinib kerak. Mana bittagi rasmlarga yashirinib kerak. Boyagilarga o'xshab. Bu ko'rinyapti-yu, bitta. Akalar men kitob orqasiga yashirinishga qaror qildim. Omadim kelsa plus bu yerdan usholmaydi, men degan bittaman. Yana boyagi odamni
Fark yo'q menga. Men mana bu shkafda yashiringanman kelarman. Mana eng pastda turibdi. O'sha shkafda yashiringanman. Mana orqasida odam yugurib o'tdi, ammo bu yoqqa qarab ketyapti. Chunki bu yoqda juda ham ko'p odamlar bor. Va bu yerda hammasi ushaladi degan umiddaman, chunki bu yuguradi. Bittasi qutulib qolishi mumkin. Akalar mana yugurdi, pul ochdi. Pulga qaramasdan. Akalar pulga qaramasdan yuguryapti. Shobol kim pulni olsa ham bo'lmaydimi? Akalar poraxo'rlik. Qaranglar, poraxo'rlik qilyapti. Va baribir ushladi akalar. Shuncha pul ochdi bechora. Va mana ikkinchi odamni ham ushlaydi menimcha. Hazil qilyaptimi? Ustidan kulyapti buni. Sakrasang ham babu qocholmaysan. Va mana uni ham ushlashdi. 9 so'mmi 6 so'm qoldi akalar. Va mana bu yerda yana bitta odam bor ekan, uni ham ushladi mana. 9 so'mdan 5 tasi qoldi. 5 tasini ichida albatta men ham borman. O mana akalar bitta odam topgandi va uni qo'layapti. Boyaga odam emasmi bu? Mana uni ham ushlashdi akalar. 5 ta odamni tutib oldi, 4 tasi qoldi. Ularning ichida men ham borman. Endi xullas akalar juda ham ko'p vaqt ketsa kerak. Mana bittasini ko'rdi. Nastili deganni ko'rdi akalar. Meni yonimga kelyapti Nastili. Iltimos meni yonimga kelma. Boshqa ket. Mana akalar men turibman. Nastili meni yonimga kelma. Nastili meni yonimga kelma. Malades. Meni ko'rmadim. Yo'q akalar meni ko'rdi. Akalar ushlab olishdi. Ikkinchi o'rin bo'ldim akalar va mana bu yerda yana bitta yashiringan ekan. Yaramas kimni deb men o'ldim. Boyagi qizni deb o'ldim. Mayli, jentelmenlik qilamiz. Hidoyat pastki chiziqcha 1 2 3 4 5 9. Va akalar mana yana bittasi qo'lga tushdi. Ana juda ham kichikroq qo'yibdi ekan skinni akalar. Baribir ushlaydi. Ana ko'rdim men. Men ko'rdim masalan. Akalar ko'rmasdan ketib qolishi mumkin emas. Albatta ko'rgan bo'lish kerak. Orqasida yuribdi. Ana. Ko'rdi akalar. Endi ushlay olmasa ushladi akalar va bittasi qoldi. Bu ham shkafni yonginasida yashirinibdi. Qayerdan chiqqan ekan bu? Mana bu to'stirdi ichidanmi? Va bu uni qayerdaligini ko'ryapti, ammo chiqolmayapti va o'yin tamom akalar. Xullas Hidoyat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 degan o'yin yutdi. Va bizga yana zona tanlab bermoqda. Va biz Ezans Pedroning ichida yashirmaymiz yoki qidiramiz. Men qidirmasam kerak. Boya aytgandek omadsizman mana. Zudvines hot degan xullas o'sha qidiradigan bo'ldi bu o'yinda. Men yana yashirmayman. 3 o'yindan beri men yashirmayapman. Juda zo'r yana bu. Menga yashirilish yoqadi. Va bu yerdan bizga Robuxga narsalar sotib olishni taklif qilyapti. Ammo menda Robux yo'q, shuning uchun sotib olmayman. Akalar to'g'risini aytsam, juda ham sekin yugurar ekan.
Yurmaydi, yuryapti akalar. Qayerga yashirinishni hali bilmayman. Mana uni ichiga kirib olsam kerak deyapman. Ammo u chiqib qolmasa bo'ldi. Mana akalar turibdi u hali. Ungacha ichiga kirib olsam bo'lar. Mana akalar tepaga chiqyapman bu yerdan. Endi gitarani yoniga ham chiqib olaman. Asiga gitarani ham yoniga chiqaramiz. Akalar yaxshimcha bo'ladi. U meni qidirmayaptimi? Bo'ldi akalar. Yo'q deyapti. Bu yerga chiqa olmadik, ammo bu yerga chiqamiz. Mana bu qizcha bilan turib qoldim. Mayli, qizcha bilan tanishsak ham bo'lar. Mana bu qizcha bilan turamiz endi. Qizcha bilan tanishyapmiz. Va mana akalar, keyingi boyagi o'yinning g'olibi Hidoyat biz bilan yuribdi. Va bu yerda ham menimcha uni yashiringan bo'lishi kerak. Juda ham zo'r joy menimcha. Ammo buni agar yashiringan bo'lsa, bu ya'ni qidirayotgan odam uchun zo'r joy emas. Bu yerga tushib bo'lmasa kerak deb o'ylayapman. Va mana men Hidoyat bilan turibman. Hi bro. Ahvoling qalay, do'stim? How are you, bro? Where's the common? How are you? You. How are you? You. I want to be. How are you? It's around. I get up for xullas. It aniq it bu. Hali bitta odam topmadimi degandim, ikkita odamni topib qo'ydi ekan va mana akalar Hidoyat tushib ketdi. Hidoyatni qidirmoqchi. Va Hidoyat ushlandi menimcha aniq. Mana akalar it Hidoyatni qo'llayapti va Hidoyat ushlandi. Hidoyat ayrildim. Va meni ko'rib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Agar meni ko'rib qoldi. Chiqyapti mana yaramiz. Yoqqa keldi boz. Tushib ketdi va yana qaytadan chiqyapti. Aynan yoqqa kelyapti it. Akalar biz ham cholyapmiz. Va bizni ham ushlab oldi. Qanaqa qilib? Xullas akalar, bular bilan meni ishim yo'q. Bu har doimgidek Safiya ilonning yoniga yashirinmoqda, chunki o'zi ham ilon bo'lsa kerak. Va mana bu yerda ham kichkinagina kichkina odam yashirinib xullas menga farqi yo'q akalar. Men videoni shu yerda tamomlayman. 8 minutlik, ya'ni 8 daqiqalik, 8 emas 18 daqiqalik video bo'lib ketibdi. Shuning uchun hammaga xayr.